Bugungi kunda jamiyatimizda qaynonalar haqida ko'plab videorolik, maqolalar, filmlar ishlanmoqda. Hammasi bir jihatini qoralab, ikkinchi jihatiga qarashga qo'yishmayapti ham. Ammo men sizlarga bir hikoya aytib beraman. U hikoya esa minusning plusidek, qoraning oqidek qabul qilinadi degan umiddaman. Talaba edim. Ota-onam meni uzatish payiga tushishdi. Yoshman, eplay olmayman desamda foydasi yo'q edi. To'y bo'ldi. Ming hadik va qo'rquv ila uyim ostonasidan o'tdim. Yuzim yerda, boshimni ko'tarsam nimadir kelib uriladigandek edi. Yangi hayot boshlandi. Turmush o'rtog'im yaxshi inson edilar. Ota-onasi ham menga yaxshi munosabatda bo'lishdi, ammo bu vaqtinchalik derdim ichimda. Ongimni mana shu shum niyatlar egallab olgan edi. Bu xayollarni aziyatini ham ko'rdim albatta. Lekin shukr qilganlarim undan ko'proq. Ta'til tugab o'qishga qaytishim kerak edi. Ertaga o'qish. Qanday qilib uydagilarga aytishni bilmay qolgandim. Turmush o'rtog'im ota-onasiga aytdilar. Ular kulib o'qishimga ruxsat berdilar. Qaynotam duo qildilar. Ko'nglim joyiga tushdi. Shunisiga ham shukr derdim. Vaqtlar o'tdi. Darslar ko'p, vazifalar ham ko'p. Ro'zg'or bilan ulgurmayapman. Uyqu kam, lanchman. Dardim ichimda, jimman. Bir kun qaynonam yoniga chaqirib dedilar: "Qizim, charchamayapsizmi?" "Yo'q, rahmat oyijon. Kuzatib yuribman. Horg'insiz, ulgurmayapsiz, bilaman. Shunga dadangiz kelinimga qarashib yubor dedilar. Bundan keyin kechki ovqat mening zimmamda. Siz haftada bir uylarni tozalab qo'ysangiz bo'ldi. Tushlikni uydan qilishmaydi erkaklar, bilasiz. Shunga sizdan talab eringizga yaxshi qarang. Qolganlarni menga qo'yib bering" dedilar. Yelkamdan tog' ag'darildi. "Rahmat oyijon, sessiyalarim o'tib olsin, hammasiga ulguraman" dedim. Ular kulib qo'ydilar. Shu kundan boshlab uyda ishlarni taqsimlab oldik. Ular aytgandan ko'ra opajon, keliningiz sog'lom. Faqat bilasiz, iqlim o'zgarib ketgan. Yangi sharoit, yangi oila biroz bosim bergan shekilli, homiladorlik kechikyapti. Ular biroz vitaminlar bilan muolaja qilinsa, hammasi yaxshi bo'ladi, dedi doktor. Kelinim talaba, o'qish, uy ishlari bilan tuzuk quruq ovqatlanmay qoldi. Stresslar bo'ladi. Biz ham shunga xavotirlanib keldik, dedilar. Ana, talaba ekanlar. Masala hal. Yaxshi dam olish, vitaminlarga boy ovqatlar va vaqtida uyqu bo'lsa, gormonlar o'zgarishi tiklanadi, dedi. 1-2 dori va kun tartibi yozilgan qog'ozni olib chiqdik. Qaynonam peshonamdan o'pdilar. "Qizim, o'ylanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zim sizga yordam beraman", dedilar. "O'g'lingiz", dedim sekin. "Unga ham o'zim aytaman. Tushunadi. Yoki sizga yomon muomala qildimi?" "Yo'q, unaqa emas. Men shunchaki juda hijolatdaman", dedim. Qaynonam bag'riga bosdilar. Issiq taftidan mehr his etdim. Bundan so'ng vaqt o'tdi. Yangiligimiz kechikyapti. Lekin mening bor e'tiborim o'qishda. Qaynonam juda talabchan. "Maqolalar yozing, ilmiy ish qiling, rivojlaning qizim", deydilar. O'zlari o'qigan ayol bo'lganlari uchun ko'p jabhada menga yordam beryaptilar. Institutda darajamni ko'tarib oldim. Ustozlarning nazariga tushdim. Maqolalarim chet el jurnallarida chop etilyapti. Stipendiyaga chiqib oldim. Ilmiy ish ustida ishlayapman. Bu payt turmush o'rtog'im qarzga kirib qamalib qoldilar. Hayotimga qora bulutlar o'rmalay boshladi. Hamma meni qo'lini bigiz qilib ko'rsatadigan bo'ldi. Bu menga juda yomon ta'sir qilardi. Yig'lab olardim. Ammo ularga bildirmasdim. Erim ketgan kundan beri qaynonam bizni xonada tunaydilar. Kech kirib erta chiqib ketadilar. Bir tun yonimga yotdilar. Piqillab yig'layotganimni ko'rib, ortimdan quchoqladilar. Seskanib ketdim. "Qadarga rozi bo'ling. Hammasi o'tadi", dedilar shivirlab. "Oyijon", deb o'rnimdan turdim. Farzandsizligim yetmagandek ular ham qamalib qoldilar. Yolg'iz qoldim. Menga buncha yuk og'irlik qilyapti deb yuboribman. Yig'ladim. Qaynonam boshimni ko'ksilariga bosdilar. "Yig'lang. Yengil bo'lasiz. Sinovlar shamoli bahorni darakchisi. Bahoringiz gul ochganda ko'rasiz. Hozir siz kuchli bo'lishingiz kerak. Biz 2 qariyaga tirgak kerak. Siz bunday yengilsangiz, biz o'lib bo'lamiz qizim", dedilar va yig'ladilar. O'sha ko'z yosh yuragimni sovutdi.
turmushimning salbiy oqibatlariga aslida o'zim sababchi ekanligimni tushundim. Buning chorasini ko'rdim. Kunlik yumushim istig'for bilan o'tadigan bo'ldi. Xayollarimni tartibga soldim, kayfiyatimni yaxshiladim. Atrofdagilar eri ketib jinni bo'lib qolibdi deyshsa-da, men ahamiyat bermadim. Qaddimni tik tutdim. Menga suyanishi kerak bo'lganlarga dalda bo'ldim. Ishimni, o'qishimni qaytadan ko'rib chiqdim. Bular meni chalg'itdi. Hayotiy muammolarimni unutib, ilm dengiziga cho'kdim. Bu menga ancha foyda berardi. Kechqurunlari ko'z-ko'zga tushib dardlarni eslamaslik uchun qaynota-qaynonam birgalikda kitob o'qirdik. Suhbatlarimiz ham kitoblar haqida edi. Qaynotam va qaynonam ziyoli kishilar. Hozir nafaqadalar. Shu sabab suhbatlarimiz rasmiy va juda mantiqli tarzda kechardi. Odamlar ham gapira-gapira bitdilar. Hamma o'z hayoti bilan yashamoqda. Oradan esa oylar o'tdi. O'qishni tugatishimga 1 oy qoldi. Imtihonlar juda ko'p. Diplom ishimni topshirib ilk maoshimni oldim. Uyda ko'zi to'rt bo'lib kutib o'tirgan qaynotam va qaynonam tomon shoshilardim. Kelib ularni yasantirib ko'chaga olib chiqdim. Maoshimdan ularga sovg'a salomlar oldik. Ovqatlandik. Dasturxon boshida qaynotam yig'lab duo qildilar. O'g'limni o'rnini bosgan qizim dedilar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bolamni o'rnini bildirmadingiz. Begonalarni otam, onam dedingiz. Alloh barakangizni bersin. 2 dunyo saodatini ko'rib yuring. O'g'lim ham tezroq oqlanib chiqish nasib qilsin, dedilar-da, kaftlarini yuziga qo'ygancha ho'ng-ho'ng yig'ladilar. Biz ham yig'ladik. Borib quchoqlagim keldi, ammo mahramiyat chegarasidan o'tishni istamadim. Dadajon, yig'lamang. Biz ayollar sizga suyanamiz, sizga ishonamiz dedim. Ko'z yoshim yuzimni yuvdi. Qaynonamning bag'rida yig'lab oldim. Hamma bizga qarab turardi, lekin hech biri qiziqtirmasdi. So'ng birgalikda uyga qaytdik. Qaytdik-yu dadajonga tez yordam chaqirdik. Yuraklarning mazasi yo'q edi. Siqilish sabab biroz sanchib qoldi. Shifoxona yo'lagidamiz. O'zimni juda aybladim. Qariyalarga hayajonlanish mumkin emasligini bilardim-ku. Nega ularni bunaqa qilishlariga undadim deya ich-etimni yedim. Birozdan so'ng qaynisinglim keldilar. Keldilar-u sochlarimga yopishdilar. Yuzlarimga urib qornimga tepdilar. Qaynonam bizni bir amallab ajratib oldilar. Qizining yuziga tarsak tushirib yerga yotqizib tashladilar. Ahmoq qiz, nimalar qilyapsan? Dedilar baqirib. Oyi, shu shumqadamni deb dadam bu yerda, akam qamoqda. Shu kasofatni deb sizlar aziyatda qoldingizlar. Bilib bilmay urushib ketaverasanmi? Nima haqqing bor birovni bolasini urishga? Chaq yo'qol. Dadang tuzalmagunicha seni uyimda ham, bu yerda ham ko'rishni istamayman. Oyjon, unaqa demang. Ayb menda, deya oldim xolos. Qaynisinglim ketdilar. Biz tongni shu yerda o'tkazdik. Qo'shimcha xonasiga qaynonamni o'tkazib oyoqlarini uqalagancha mijja qoqmadim. Shifokor kelib dadajondan xabar berdi. Xavf ortda qoldi. Amaki o'ziga keldilar. Ko'rishingiz mumkin dedi. Biz ularning palatasiga kirdik. Dadajon oppoq kiyimda malakdek uxlab yotardilar. Avvaliga qo'rqib ketdim. O'ldi deb o'yladim. Yana o'sha ahmoqona xayollar, ko'zlarim yoshga to'ldi. Oyoqlariga bosh urib yig'lay boshladim. Kechiring dadajon. Dadajon uyg'ondilar. Kulib turib, qizim, kechagi shashlikdan yana olib kelasizmi dedilar. Albatta dadajon, deya tashqariga yugurdim. Shifokor mumkin emas deya ortimdan baqirdi. Eshitsam-da anglamasdim. Borib o'sha kaboblardan olib keldim. Dadajon 2 luqma yedilar-da, yana duo qildilar. So'ng oyjon meni uyga yubordilar. Sho'rva pishirib keling, dadangizga ust-bosh ham olib keling dedilar. 1 soatga qolmay aytganlarini olib keldim. Oyjon esa meni uxlab olish uchun yuborganlarini aytdilar. Qanday qilib uxlayman? Dadajon bu ahvolda dedim. Qariyalarning ahvoli shuda qizim. Har kasal bo'lganida bunday sarosimaga tushsangiz, bir kasal orttirib olasiz. Uyga borib dam olib keling. Kechqurun mayli, qolishingizga ruxsat beraman dedilar. Men ketdim. Kech tushdi. Turmush o'rtog'im necha oydir telefon qilmaydilar. Bu kech qo'ng'iroq qildilar. Menga rosa baqirdilar, ta'nalar qildilar, dilimni yaraladilar. O'sha mudhish tunni hech yodimdan chiqara olmasam kerak. Tun mening ko'z yoshlarim bilan to'ldi. O'sha kun uyimga qaytib ketishni o'yladim.
Biroq ortimda 2 qariya qolishini o'ylasam, tanam titraydi. Dadajonning xonasida tahajjud namozini o'qidim. Ilk bora bu namozni o'qishim. Ichim yorishdi. Dadajon ham xirillab uxlay olmayotgandilar. Ovozlari tiniqlashib, sokinlashib qoldilar. Tasbihni olib zikr qildim. Shu holimga, shu kunimga, shu ne'matlarga shukr qildim. Erimga shaytondan panoh tiladim. Qaynisinglimga insof tiladim. O'zimga esa bardosh so'rab tong ottirdim. O'sha tun hech farzand so'rashga Robbim meni ilhomlantirmadi. Farzand yodimga ham kelmadi. Faqatgina dadajon va oyijonlarning dardlariga shifo so'rabman. Ertasi kuni dadajonga ruxsat berishdi. Qarindoshlar kelishdi. Uyda odam ko'p. Hamma shivir-shivir meni muhokama qilardilar. Qaynisinglim yo'q qarash bilan o'tib ketyaptilar. Gaplashmay qo'ydilar. Ichim battar siqilar, tomog'imdan ovqat o'tmasdi. Bir necha haftadan so'ng qaynotam tuzalib o'z ishlariga kirishdilar. Shunaqangi xursand bo'ldik. Oyjon ham, dadajon ham avvalgi hollariga qaytdilar. Men esa shu tashvishlar orasida o'qishimni tugatib, diplomli ham bo'ldim. Ilmiy ishim muhokamada edi. Agar shu muhokamadan yaxshi natija olsam, chet elga malaka oshirish uchun 3 oyga Angliyaga ketishimga viza berishardi. Men esa buni kutmayapman. Shunchaki tinchlik xohlayman. Qaynonam esa intiqlik bilan kutmoqdalar. Men aslida ularni tashlab ketishni istamadim. Qaynonam kutgan kun. Ilmiy ishim javobi chiqdi. Chet ellik professorlar universitet hisobidan viza ajratishdi. Bormasligimni aytdim. Ustozlarim ko'ndirishga urinishdi, ammo rozi bo'lmadim. Bir angliyalik dotsent ayol men haqimda qiziqibdi. Hayotim va ishim haqida eshitib juda ta'sirlanibdi. Shu sabab Toshkentga o'zlari kelishga qaror qilibdilar. Ustozim va tarjimonlar qo'shovida uyimizga kelishdi. Men hayajonlanib nima qilishimni bilmay qoldim. Ularning suhbatida bo'ldim. Anglashdik va ularning taklifiga qarshilik bildira olmaydigan darajaga yetdim. U kishi Angliyaga oilaviy viza olib berishlarini aytdilar. Ham malaka, ham sayohat dedilar professor. Shu va'da asosida biz viza oldik. Qizil pasport tayyorladik. Dadajon va oyijon bilan aeroportga yo'l oldik. Bu gal hech kimga aytmadik. Hatto qaynisinglim ham bilmadi. Samolyotga joylashdik. Samolyot ko'tarildi. Men juda qo'rqardim, lekin dadajon oyijonga bildirishni istamasdim. Ular ko'rinishdan mamnun edilar. Biz Londonga yetib keldik. Bizni VIP mashinada hashamatli mehmonxonaga olib kelishdi. Xonalarimizga joylashdik va kunimizni yakunlab dam oldik. Ertasi kuni birgalikda shahar aylandik, kezdik, ko'rdik, o'rgandik. Tarixi, madaniyati, an'analari juda qiziqarli edi. Odamlari ham boshqacha. Dengiz taomlaridan yeb ko'rdik. London yomg'irli shahar bo'lgani sabab doim nam havo. Shuning uchun dadajon va oyijon shamollab qolishdi. Ularni VIP shifoxonada davolatishdi. Bu yerning mehmondo'stligiga qoyil qolgandim o'shanda. Dadajon tiklanib oldilar. Men esa o'qishimni boshlab oldim. Har kuni kech kelardim. Ularga vaqt ajrata olmay qoldim. Bundan juda xafa bo'lardim. Professor ustozim ularga o'zbek qaruvchi ayol topib berdilar. Bu ayol ularga yaxshi muomalada bo'la boshladi. Ammo ko'nglim hech rozi bo'lmadi. Ammo nailoj, ko'nikamiz. Amaliyot ajoyib o'tayotganda, men u yerda doktorlar, professorlar orasida yosh kadr bo'lib ishladim. Bu mas'uliyatli edi. Orzularimdan ziyodasida yashayotganimda ham juda baxtli edim. Dadajon va oyijonning yurt sog'inchi qiynay boshladi. Bildirmasalarda ko'zlardan o'qidim va biz tahsilni onlayn tarzda yakunlashni kelishib oldik. Ammo ular yana bir bora diplom himoyasiga kelishimni iltimos qilishdi va shunday qilib biz uyga qaytdik. Tumonat qarindoshlar uyga yig'ilgan, hamma bizni qayerga ketib qolganimizga xavotirlanishgandi. Mehmonlar orasidan menga juda tanish va juda yaqin chehraga ko'zim bir tushdi va yana yo'qotib qo'ydim. 3 yildirki yo'lini ko'zlaganim, juftim oqlanib chiqibdilar. Hamma lol. Men esa shuncha qiyinchilikdan so'ng kelgan bahorim qarshisida sukutdaman. Oyijonim yolg'on gapirmagan ekanlar. Turmush o'rtog'im kelganiga ham 1 oy bo'ldi. Men ular bilan ajralishni istab yuribman. Hatto biz bir xonada qolmayapmiz ham. Chunki qaynisinglim akasiga meni rosa chaqqan edi.
Bu haqida esa hech kimga aytmadim. Faqat shu ota-onam uchun chidab keldim. Ammo bir kun men ajrashmoqchiman dedilar hojam shart kesib. Mayli, qachon? Dedim men ham jur'at bilan. Sababi qiziq emasmi senga? Dedilar hayron bo'lib. Sababmi? Qiziq emas dedim. Unda dadamlarga aytamiz, yur dedilar. Ularning yoniga keldik va barchasini aytdik. Qaynonam o'g'liga ham tarsaki tushirdilar. Men ona bo'lib bolalarimni hech qachon urmagandim. Urmay o'tsam kerak degandim. Lekin senlar meni bu tubanlikka chaqirdinglar dedi jahl bilan. Oyi, meni tushuning, odamlar o'chir ovozingni. O'sha odamlar sen yo'qligingda bizga bir burda non berdimi? Kasal bo'lganimizda tuni bilan boshimizda bo'ldimi? Hadiya berib ortimdan yig'lab uzr so'radimi? Yoki bizni chet elga sayohat qildirdimi? Qaysi birini qildi dedilar. Mana shu kindagi boshqa ruhi yaqin qizim qildi hammasini. Men buni tug'madim, lekin men bundan tuqqan qizimdan da ziyoda roziman dedilar yig'i aralash ovoz bilan. Otangni Londonda davolatdi. Bizni deb ishidan voz kechmoqchi bo'ldi. Tunda bizni duo qildi, lekin o'ziga farzand so'ramadi. Senga yana qanday ayol kerak, ko'rnamak bola deb baqirdilar. Erim yerga qarab uyalgandek turardilar. Men mag'rurman. Na ko'z yosh, na afsus bor. Shunchaki tirikman. O'g'lim, biz seni deb yig'lagan kechalar ko'z yoshimizni artgan, dalda bo'lgan qiz bu. Unga suyandik, u bizga tog' bo'ldi. Agar ajrim desang, men sendan rozi bo'lmayman dedilar qaynotam. Bu gaplar erimni ko'ksini teshib o'tdi. Yig'lab yubordilar. Ancha diydasi yumshab qolibdi. Ota-onasidan kechirim so'radilar. Singlisi ham bu suhbatdan so'ng kechirim so'rab uyiga ketdi. Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilib mendan kechirim so'radi. Uzundan uzoq afsuslar bilan samimiy uzr so'radi. Men esa nurli qaynonajonim hurmati kechirdim. Bu ayoldan tug'ilgan qiz yomon bo'lmaydi dedim. Azizam, meni kechir. Senga ishonmay bo'xtonlarga ishonganim uchun. Men seni yomon ayol deb o'yladim. Aqlim zaiflashdi, ko'zim ko'rmadi. Sen meni ko'zimga yomon ko'rina boshlaganding. Hammasi o'tdi. Azizam, men sizdan xafa emasman. Siz mendan xafa emasmisiz dedim. Ular meni qaynoq bag'rlariga bosib sochlarimni siladilar. Sochlaringga oq oralabdi. Meni deb ko'p aziyatlar ko'rding. Bu yog'iga men seni davolayman. Shifoying bo'laman deb peshonamdan o'pdilar. Kunlarimiz xuddi yosh kelin-kuyovlarnikidek o'tdi. Bir-birimizga to'ymaymiz, diydorlashib ayrila olmay qoldik. Dadajon, oyijon kulib qo'yadilar. Biz esa ko'p vaqtni birga o'tkaza boshladik. Erimning ishlari o'z o'rniga qaytdi. To'g'ri, qamalganlar. Davlat ishida ishlash qiyin. Lekin Robbim rizqimizni savdo-sotiqdan yetkazib turibdi. Shukrlar bo'lsin. Erimga tuhmat qilganlar jazosini olishdi. Ammo men hech qarg'amadim. Allohning hukmiga topshirdim xolos. Yaqinda bir yangilikni eshitdik. Ona bo'larkanman. Yillab kutgan mo'jizamning yuragi pir-pir ura boshlagan. His qilyapman uni. Bolamning ilk to'pishi. Hammasi juda ajoyib. Oylardir yuragim ostida ulg'ayib kelmoqda. Oyijonimning muhabbatlari yanada oshgan. Meni yer u ko'kka ishonmaydilar. Yeganim oldimda, yemaganim ortimda. Ularning ko'zlari to'rt bo'ldi. Bolamizning yo'li esa yaqin kelib qoldi. Dadasi ikkimiz unga xona hozirladik. Bobo buvisining yonidagi xona. Qalban ularga yaqin bo'lsin dedik. Bahor boshlarida onalik davrim boshlandi. Bolajonim dunyo yuzini ko'rdi. Oilamizga go'zal malak keldi. O'g'lim kelgan uydan farishtalarni his qildim. Bolamni bag'rimga bergan soniyalarni eslayman. Barcha dardlar, tashvishlar peshonamdagi ter kabi oqib ketdi. O'sha iforni eslayman. Bahorim gul ochdi. Iforlarni onasiga sochdi. Tavba, hayot shoir qilib qo'ydi kishini. Yillar o'tdi. Bir o'g'il, bir qizli bo'ldik. Bolalarim maktabga yetdi. Boshimizdan tojimiz tushdi. Qaynotam dunyodan ko'z yumdi. Oxirgi tabassumlari mendan roziliklar belgisi edi. Hammasi uchun mendan rozi bo'lsinlar. Men ulardan roziman. Ma'yus qolgan onajonimni quchib yig'layman.
dalda berishga harakat qilaman-u, juftisiz yolg'izlik totini bilgan men tasalliga ham kuchim yetmaydi. Oradan vaqt o'tib qaynonam ham yotib qoldilar. Boshida parvonaman. Ketib qolmasinlar. Qadar rost ekan. O'lim esi haq. 2 juft kabutarlarim boshimdan uchdi. Muhabbatlarini jannatda davom ettirsinlar ilohim. Onajonim vafot soatlari edi. Men yonlaridan jilmay o'tiribman. Og'riqdan ingrardilar. Tortganlarida takror o'ldim. Mendan suv so'radilar. Qizim, menga suv bering. Shaytonning suviga aldanib qolmay. Suv bering, dedilar tutila. Ularga suv uzatdim. Suvni ichib tabassum qildilar. Shirin suv ekan. Alloh rozi bo'lsin, dedilar va uvoz solib yig'ladim. Bolalarim ham kelib yig'lashdi. Qo'shnimiz ularni olib ketdi. So'ng qarindoshlar kela boshladi. Men jinnilardek tebranib qaynonam yonida o'tiribman. Qaynisinglim kelib onasini quchdi. Bir qo'l kelib sochlarimga yopishganini his qildim. O'ziga tortib bir tarsaki tushirdi. Men qaynonamning tizzalariga bosh urdim. Kimlardir meni so'kar, kimlardir urmoqchi edi. Ko'zim ko'rmas, qulog'im eshitmasdi. Erim qo'limdan tortdi. Boshimni bag'riga bosib meni xotinlardan himoya qildi. Juftimni taftini his qilib piq yig'lay boshladim. Dunyodan qadrli insonlarim o'tdi dedim. Onajonim boshida janjal qilganlar xolajonlar edi. Ular meni yomon kelin deb o'ylashadi. Hali hamon ular meni xush ko'rishmaydi. Opamni o'ldirdi deb ta'na qilishadi. Lekin men va turmush o'rtog'im jimmiz. Qilgan solih amallarimiz mukofoti ham ularning qilgan yomonliklarining jazosi ham Allohning huzurida qoldi. Qolgan umrimda bunday amallar bo'ladimi, yo'qmi bilmayman. Bugun esa sir saqlab, sukut saqladim. Ammo ishonamanki, qaynona-qaynotam mendan minnatdorlar. Men esa yillar ketidan yurib oliy toifali professor o'qituvchi bo'ldim. Minglab shogirdlar sevgisini qozondim. Farzandlarim ham ziyoli bo'lishdi. Turmush o'rtog'im bilan qarilik gashtini surib yuribmiz, alhamdulillah. Hayot har ne'matni sinov deb nomladi. O'tganlar xotirasi uchun duo qilib qo'ying. Hayotimizda shunday mo'jiza insonlar ham bor. Qizlar uchun tavsiyam, kelajak oilangiz uchun bugundan poydevor qurishni boshlang. Qaynona va turmush o'rtog'ingiz siyratini jonlantiring va duolaringizdan joy bering. Mehribon qaynonalarimiz o'z qizlarini kutishmoqda.